Can. Короче, sizlar bilan FK Mobile Uzbek Gaming kanali. Короче, biz bugun FC'da debut videomizni qilamiz va debut videomiz просто obzor bo'ladi, akkauntlar obzori. Hop. Birinchi Arsenal degan akkauntdan boshlaymiz. O'zimiz Druziyadagi akkauntlarni ko'raman. Bunga tarkibga 10 dan 7 beraman. Kroos tushiribdi. Хорошо. Boshlaydi tarkiblar. Ahmed Uzbeknikini ko'raylik. FC chempionga chiqib ketdi. Zo'r himoya вообще ideal. Gustoni almashtirish kerak bitta. Yarim himoya вообще eng zo'rlaridan bittasi. Atakaga ham alohida qarab qo'yasiz. Sherki mana tez bu o'yinchi ham, tez. Ikkita tez yugurib beradi o'yinchilar, короче, raund nuqta qo'yadi bu yerda. Hop. Endi sizlarga oxiridagi akkauntlarni ko'rsak, B. Hop, nomda qarang, nick qaranglar, B. Hattan kelib qolgan menga bu. Asalari degani ingliz tilida. Akkaunt yaxshi. Taktika yaxshi adashdim. Akkaunt o'rtacha, ikkita hujum вообще zo'r bo'lgan udarniklar, yarim himoyaga ham Makelele tortib ketadi bitta, tiki-taka qilib chiqib ketadi. Naverni yarim himoyasi ham himoyani o'zgartirish kerak Vratar bilan. Vratarga hech bo'lmasa yangi boshlaganda Safonov bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qani hammasi yangi igroklarda bitta. 118 hammasi. Shuning uchun sal ishlash kerak. Tarkib. Hop. Shu akkauntdan eskini endi chop olishgan o'rtog'im akkaunt deydi. Da akkaunt qaranglar. Bas, boyagi B akkauntiga короче 10 dan 5 qo'ygan bo'lardim. Hop. Bitta hujum chizig'i da Gabon eski akkauntni yuklab 10 dan 9 beraman. Yo 5 sarga. Eski akkauntlar ko'raylik mana. Eski akkaunt bu ham o'yinchilar bilasizlarmi? Qachon berilishini. Foden, Rice, Harry Kane shu uchala fantastik tanlab oladi. Henry вообще o'zimning eski akkauntimda bor edi. Pizdes o'ynardi. Tezliklari вообще zo'r edi o'sha paytga. Men so'nggi splashdan kelgan menimcha bu ham zo'r o'ynardi. Bitta pozitsiyada o'ynarkan, lekin zo'r o'ynaydi bu ham. Pasi juda ham kuchli edi. Gallagher. Vratarga alohida baho beramiz. Sotiladigan. O'sha paytda legenda bo'lgan. 50 million. O'sha paytda narxi bilan menimcha yaxshi. Livingini qaranglar, hozirgi bilmadim. Qancha dakansa berilgan. Aka 5 ta. Balde. Ko'p odamni sevimlisi tezligi bilan tanilgan Balde. Pizdes akkauntiga chiqib qo'ydim. YouTube bloklab olmasa bo'ldi. Hop, boshdagi Ahmed qolib ketdi. Hop. Tarkibni qarang. Lekin himoyasi menimcha bo'lmaydi. Sanchez Singo menimcha 27 akkauntga yarashmayapti. Himoyani boshidan terish kerak. Yarim himoya вообще eng zo'r. O'zi pas kerak-da bu yerda. Hammasida danli pas bor. Play stili hammasida danli pas. Qaranglar. Schwarzenegger. Hammasi passingga o'ta kuchlilar kelib qolgan bu tarkibiga. Pirloga ham вообще pas. Ikkala play stili ham pasga berilgan. Tiki-taka bilan
Dali pas. Bullet pas degan ingliz tilida. Hujum esa o'sha gap. Ikkita tezkor, ikkalasida ham play stili rapid bo'lgan o'yinchilar yugurib pas beradi Raulga. Raul esa nuqta qo'yadi, to'g'ri joy tanlasa bo'ldi. Udari bor Raulni. Iskanderiya. 320 level ekan, yaxshi. Bu himoyasida yaxshi himoyasi zo'r. Lizarazu asha liga to'kinlariga beriladigan o'yinchi, lekin juda zo'r o'ynar ekan shu o'yinchi ham. Bo'yi pastroq ekan, lekin left backga bo'laveradi. Va Yenot play stili yarim himoya zo'r, vafshe zo'r. Chalxanoğlu bilan Declan Rice asosan himoyaga yordam beradi. Bu ikkalasi Wesley Sneijder hamda Del Piero'lar yarim himoyadan ham tepib qo'yishi mumkin. Hujumda Rashni almashtirish kerak, yaxshi o'ynamaydi Rash. Yaxshi o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Yaxshi o'ynayotgan bo'lsa yozib olinglar. 15 minutda puzzle bor hozircha. Signing to'plab turamiz. Aytdim. Sarpasdan so'g'ala olamiz. Hop, chiqib. Keyin akalar, mabodo treyning yetmayotgan bo'lsa, men ko'pini ko'ryapman, shu treyning yetmay qolayotgan bo'lsa, sotamiz. Ko'p odamni bilamiz, puli ko'p bo'ladi albatta. Hatto 20 million mana. Ko'rdinglar? Mashdan olsanglar, короче, menda hammasi 30 treyning ekan. Ko'rsatib beryapman, olib olsanglar 30 ta igrok beradi 1 millionga, 30 igrok va 20 ta kuniga kunlik xullas cheklov qo'yishgan. 20 marotaba shunaqalardan olsangiz bo'ladi. Ya'ni 600 igrokka yana 600 ta. Короче, shunaqa qilib olib, masalan 600 ta igrokka bitta o'yinchini kamida 28 ila 27 atrofida treyning berib qo'ysangiz bo'ladi. 11 kun har kuni olsangiz, menimcha hammasiga treyning bo'ladi. Hozir yana pauza qilishga majburman, odam kelib qolyapti. Shunaqa qilib siz bo'ladi. Keyin ustiga yangiliklar yo'q. Iloji boricha diviziondan ko'tarilib qo'yinglar. Uchalasidan ham chempionga chiqib qo'ydim. Bu sezon tugagandan keyin zarar olaman dedim. Olmoqni nazarda tutyapman. Ba'zi bir giylarni hayoliga noto'g'ri narsa kelib qolmasin. Hop. Nima qilmoqchi edim? O'zim akkauntim. Men o'zim baho bermayman. Sizlar kommentariyada yozib ketinglar. Mana shu ikkala igrokoma keyin Harikenni almashtirishim kerak. Hozircha Hariken yaxshi o'ynayapti, lekin baribir tezligi yo'q, bilinib turibdi. Menimcha Dembeleni strikerga qo'yib, Kvara adashdim. Dembeleni strikerga qo'yib, Kvara Donani o'ng qanot wingeriga qo'yib, left Harikenni 5 minutaga sotib, yana 4 minut bersam Hajji beradi. Hajjini qo'ysam kerak, shunaqa taktika, shunaqa ko'rinishda IGS bo'ladi akkaunt qilish. Bo'ldi 25. Ya, Musiala bayonalari vaqtinchaga olib turibman. Yoki almashtirib yuborsam kerak, yoki normal o'yinchi bo'lsa ushlab qo'yib qo'yaraman. Shu bilan videomizni yakunlayapti. Deganlar video yoqqan bo'lsa, конечно, like bosinglar. Yangi chiqayotganim uchun, конечно, podpiska bosishga unutmanglar. Meni ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman va videoga yakun